Hetliq xo'roz. Abu Isahning bir xo'rozi bor edi. Bu xo'roz har kuni bomdoddan burun chillab, Abu Isahni va uning ayolini hamda atrofidagi qo'shnilarni bomdod namozi uchun uyg'otadi. Qo'q. Abu Isah nihoyatda namorat odam bo'lib, uning bu xo'rozdan boshqa hech nimasi yo'q edi. Hit yaqinlab keldi. Qurban hit yetib keldi. Abu Isah nihoyatda namorat kishi bo'lg'achqa, qo'y setib olib qurbonlik qilishga taqati yetmaydi. Hit bo'lganlik uchun Abu Isah ayoli va bolalariga go'sht yegizib, ularni xo'shal qilish uchun bu xo'rozni bo'g'izlash niyatiga keldi. Hit namozi o'qish uchun masjidga qarab mangdi va ayoliga o'zi hit namozidan qaytib kelguncha bu xo'rozni tutib tayyor qilishni topildi. Abu Isahning ayoli xo'rozni tutish uchun kelgan bo'lsa, xo'roz qochib ketdi va o'g'ziga chiqib oldi. Ayolmu bu xo'rozning kaynidan qo'g'lab o'g'ziga chiqdi. Ammo bu xo'roz tutib bermasdan boshqa qo'shnilarning o'g'zisiga chiqib oldi. Abu Isahning qo'shnilari o'g'zi turgan ayolni ko'rib, nima ish qilayotganligini so'radi va ayol qo'shnilariga ularning hech bir mol dunyosining yo'qligini, ahvolining nacharligi tufaylidan qurbonlik qilishga qurbati yetmaydiganligi uchun yo'ldishining bu xo'rozni bo'g'izlash orqali ayoli va bolalariga go'sht yegizish niyati borligini aytdi. Va qo'shnilar biz Abu Isahning qo'shnilari turib, uni bu holga tashlab qo'yolmaymiz deyishdi va bir qo'shna bir qo'y, yana bir qo'shna ikki qo'y, yana bir qo'shna kala akilib, ularning ho'ylusini qo'y, kala qatorliqlarga to'shqizib etdi. Abu Isah masjiddan qaytib kelib, ho'ylidagi liq kala qo'ylarni ko'rib, to'liq ajablanib, ahvolni so'radi va ayoli bo'lgan voqeani so'zlab berdi. Abu Isah Allohning bu ne'matlariga qattiq shukr qildi va hamd aytdi. Xo'roz bo'lsa, burunqidekla har kuni bomdoddan burun chillab, ularni va qo'shnilarni bomdod namoziga uyg'otdi va davomliq ularning suyimlik yaqin do'sti bo'lib qoldi.